Noldan biznes boshladim. Menga obuna bo'lib qo'ying. Har kuni nimalar qilayotganimni ko'rsatib boraman. Bozordan svejiy klubnikalar sotib oldim. Kattaligini qaranglar, yoki meni qo'lim kichkina, yoki klubnikalar juda ham katta. Klubnika va shokoladini juda ham yaxshi ko'raman. Qancha yesam ham to'ymayman. Shuning uchun ham shu biznesni tanladim. Meni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bu sohani juda ham yaxshi ko'raman. Tajribam bor va ancha yil o'qib o'rganganman. Hozir mana belgiyskiy shokoladlarimni eritib oldim. Qaranglar qanaqa zo'r. O'zim ham yegim kelib ketyapti. Klubnikalarni yuvgandan keyin quritib, ozgina xolodilnikda muzlatib oldim. Temperaturasini обязательно o'lchayman har doim shokoladni va mana shunaqa botirib, bittalab chiroyli qilib taxlab chiqaman. O'zim tutib tura olmadim. Вообще zo'r. Bitta orada yeb oldim. Mazasi shunaqa zo'r ekan, qizlar. Buni yeb ko'rmasanglar bo'lmaydi. Обязательно zakaz qilib ko'ringlar. Meni biznesimni qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Shunaqa qilib qo'llarimni o'ynatib, klubnika shokoladlarim tayyor, zakaz qilsanglar bo'ladi.